Hop, mana akalarimiz kelib olib ketishyapti. Marhamatga ketdi mana Xudo xolasa. Hop, bunlarimizni mana bular hammasi bir xil. Hop, xususiyatlari mana telefon qo'yadigan joylari bor. Bu yerga xohlagan narsalar qo'yib olsa bo'ladi. Bu yerga bakal anaqa qo'yib olsa bo'ladi. Suv idishda telefon o'rnatsa bo'ladigan joyi bor mana. Telefon o'rnatsa bo'ladi. Zaryad qilsa bo'lmaydi lekin. Hop. Do'mga chiqadigan bo'lsa mana buni tepaga ko'tarib turib, mana buni bu yoqqa qilib qo'ysa, do'mga tortaveradi. Pultini ko'rsangiz, nimasi bor ekan? Zaryadkasi bor ekan akalar. Zaryadkasi mana zaryadkasi bor ekan. Cho'ngdan nalida cho'ngdan. Hanzaychalik. Ha, mashiga zaryadka tuqilar ekan. Hop, mana. Damkalanti bor ekanmi? Ha, yaxshi, zo'r. Kulishlari bor ekan-a? Hop, mana. Kilitlarni mashina olishdi, xudo xolasa. Narxi qiziq bo'lsa, bizga telefonga aloqaga chiqarasizlar. Hozir aytib qo'ysam, narxini bo'lmaydi. Mashinasi qiziq bo'ladi-da, narxini aytib qo'ysam bo'lmaydi. Xotirjam telefon qila olasizlar. Hop, yana xususiyatlari pulti bor mana, ikkita pulti. Bir emas, ikkita pult. Mana kolonkasi bor. Bu tormozi. Mana bunisi telefon qo'ysa bo'ladi, foniga shunaqa qo'yib olsa bo'ladi. Hop. Svetlari 3 tadan 6 ta, 1,5 tonnalik bular. Bu juda yonbosh turadi, o'zi ontara olmaydi lekin. Mana shu ko'rinishda. Hop. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Shuni ko'tarilib olsa, yurmaydi mashina anaqasi. Mana ketdi mana. To'rimiz yaxshi, uni ushlaydi. To'rimizning bittasi ushlayapti, bittasini qatirmabdi, hozir qatirib beryapti mana. Bittasini qatirib qo'ysa bo'ldi, ushlaradi ikkinchisi. Bo'ldi. Ikkalovi ushlayapti ana. Bular.